Mana orqa tomonda turibdi men. Bu mana shunday turgani yaxshi. Yo bunday yoqqa kelib tursin, yo mana shu yerda tursin. Agar mayda osilib qoladigan bo'lsa, sazan deb tortadi, lekin amur kelib tishlab turib keyin udar beradi. Shuning uchun bu monondan o'tib ketmagani ma'qul. O'tib ketadi ko'pincha. Mana shunday turgani ma'qul. Yana sel pastroq bo'lsa, undan ham mana shu atrofda. Mana hozir mononi ko'rsataman men. Mana o'sha tuyib olganimizdan keyin mana halqacha paydo bo'ldi. Xo'sh. Mana kurchukni orqa tomoniga o'tadi mana shu yerda. Shunday qilamizda. Ikkita tuyamiz. Qisamiz. Yana ikkita tuyamiz. Ikki marta o'tkazamiz, qisamiz. Bo'ldi. Buni yipini kesib tashlaymiz endi lishnisini. Bo'ldi. Mana shu joyga bandivel. Ko'pchilik nima u deydi. Mana shu bandivel bo'ladi. Ko'pchilik biladi, eslolmaydi-da. Nima edi u deydi. Yulib oldimi? Mana shu butun chiqadigan bandivelmen. Endi buni mana shu yerga 3 dona tiqib qo'yamiz men. Mayda baliqlarga bu chalg'ituvchi zarba. Mana shuni yeb turadi mayda baliq. Mana turishimiz mana shunday bo'ladi. Mana bunga ham xuddi shunday qilamiz. Mana bu bo'yla 2 soat turib beradi bizga. Mana hozir uzib ketadi do'stim. Mana endi karmushkani mana xamir holatiga kelgan karmushkamizga mana chiroyli qilib bosamiz. Mana bu safar non-pon qo'shmadik. Mana bo'ldi, tayyor holatga keldi. O'chir. Bo'ldi. Mana hurmatli yurtdoshlar, mana otishga tayyor. Mana o'sha haligi qizil bandivelimiz, yarimi qizil, yarimi anaqa kulubninki. Xo'sh, mana shu bunaqamizni turishi montajimizda. Qo'yadigan staklar esdan chiqib ketdi. Yaxshimi bunaqangi ayrichalar bor ekan. Kattasi kelsa tortib ketadi-da buni. O. Mana 4 ta qalmoq tashladim. Xudo xolasa rizq Allohdan. Mana bir jing'il kelib qo'ydim. Xo'sh. Doim mana shu preksionni ochib qo'yasizlar. Esdan chiqsa, kattaroq ursa, qarmoq ham raftum. Mana shuni o'ziga bitta stayagim bor ekan. Bir urdi jani. Oho. Oho. Ana. Ha, janivar keldi bunga. Shoshmay turing, men buni tashlab olayin. Mana shu o'rnatib turamiz. Xo'sh. Mutniyda uni uryapti. Mutniyda narigi chekkada yaxshi uradi. Bu yerda o'rtada yaxshi uryapti. Mana hozir qayerga tashlayman? Tashlayotgan joyimda ko'rsatdim. O'rtada kattalar o'rtada yuribdi. Ana shu yaxshi. Mana yaxshi xo'rak, yaxshi prikorimga tanlash kerak. Yaxshisini tanlaysiz, lekin joyni birinchi o'rinda yaxshi tanlash kerak. Yaxshi joyga o'tirmasangiz, baliq yurmayotgan joy bo'lsa, har bala qilib ko'ring, eda urmasligi mumkin. Joy tanlash birinchi o'rinda turadi.
Mana ashkal tashkallarimiz. Bunun suyumga qilolmay qopman. Bitta yotibdi mana bitta. Udar. Xo'sh. Mana shu bandivildan foydalanyapmiz. O'zimizni prikorimka. Mana o'zimizni mana o'sha Zapar biratdi udar bo'ylalari. Oh. Har xildan. Kulubninki ham tashlagaman bitta qarmoqqa. Jiring qildi-yu. Qizil qarmoqqa qizil esimdan chiqmasin deb o'shanga kulubninki qo'ydim. Mana buni miyot, lekin bu yarimi qizil bo'lgani bilan prosta loyqa suvda yaxshi ish beradi. Bu o'zimizda miyot, sariq. Mana jingir qilib qo'yapti lekin mana. Hurmatli gulpadoshlar, salqinga o'tirib olib, menga bitta paploshni tashlab qo'ydim. Vo bular karas mana chirvakka voy ekan deydi. Zerikib ham ketdim, ekti ushlab tashlasam chiqyapti. Mayda baliq. Bittasini urdi. Qaysidir birovni urdi. Uni urdimi? To'rtta qarmoq tashlab qo'ydim. Xo'sh, shu soyaga o'tib olib, paployda ermakka o'tiraman endi. Ana. Ovdagilarga omad, o'sha qizilni uryapti-ku uni. Kulibninkalik qo'ydim. Ana bu jingilga tiralib turibdi. Xudo xolasa rezultatlar bo'lsa tashlaymiz. Rizq Allohdan, ovdagilarga omad. Shoshmay tur. Patsak yo'q. Buni tikka tura olmayman. To'xtab tur endi. To'xtab tur. Patsak. Bilingena bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qani pochin. Yes. Pochin. Yes, группа. Есть такая буква. Onu ishlatib ham o'tirmadi. Video ketyaptimi ishqib. Mana bo'ylarni orqa tomoniga ilgaman mana. Mana buni yeyolmaydi mana. Mana. Buni urib ketibdi. Mana bo'ylar. Pochin. Bugun 14 iyunni. Ha joningdan. Voy, bitta uzib ketadi kattalari bor ama.